Amerikada 5 yoshli bola politsiya xodimlarini chaqirib, o'z onasini qamatmoqchi bo'ldi. Salom. Voy, bu politsiya-ku, ular haqiqatan ham kelishibdi. Biz shunchaki hammasi joyida ekanligini tekshirishimiz kerak. Nima qilib qo'yganingni qara. Sen politsiyani chaqirding. Ha, chaqirdim. Nimaga chaqirding? Men ularga onamni qamash kerakligini aytib o'tdim. Chunki onam menga muzqaymoq bermadilar. Shuning uchun jahling chiqdimi? Ha, chunki onam menga muzqaymoq bermadilar. Bolakay, qutqaruv xizmatiga faqatgina xavf-xatarga tushganingda va favqulodda holatda qo'ng'iroq qilish kerak. Rostini ayt, nima sababdan qo'ng'iroq qilding? Onam menga tegishli bo'lgan muzqaymoqni yeb qo'ydilar, shuning uchun siz ularni qamashingiz kerak. Birgina muzqaymoqni yeb qo'yganlari uchun qamashimiz kerakmi? Ha, albatta. Onamni qo'llariga kishan soling. Qo'llarimga hech qachon kishan solishmagandi. Sizga qo'ng'iroq qilishim kerakmi? Ha, albatta. Qachon yordamimiz kerak bo'lsa, sen qo'ng'iroq qilishing mumkin. Bolakay, keyingi safar onangni qamoqxonaga jo'natmaymiz. Ha, mayli, roziman. Bunday holat Amerikada juda ham ko'p sodir bo'ladi, chunki ularga bolalikdan boshlab agarda ular nohaqlikka duch keladigan bo'lsa, ular politsiya xodimlariga bemalol qo'ng'iroq qilib shikoyat qilishlari mumkinligi to'g'risida tushuntiriladi. Amerika bolalariga ularning hayotini xavfsizligini ta'minlash maqsadida 911 raqamiga, ya'ni qutqaruv xizmatiga qo'ng'iroq qilishlari o'rgatiladi. Ammo bolalar ko'pgina holatda adashtirib arzimagan narsaga ham 911 raqamiga qo'ng'iroq qilib shikoyat qilishadi. Amerikada agarda farzandingiz nojo'ya ish qiladigan bo'lsa, jahlingiz chiqadigan bo'lsa, qo'lingiz bilan hattoki turta olmaysiz. Agar jahl ustida shunday qiladigan bo'lsangiz va buni qo'shnilar ko'rib qoladigan bo'lsa, ular darhol politsiya xodimlariga qo'ng'iroq qilishadi. AQShda bolalarni urmasdan, qo'rqitmasdan, suhbatlashish, tushuntirish orqali tarbiya qilinadi. Agarda bola nojo'ya harakat qiladigan bo'lsa, ota-ona uni urishmaydi, balkim undan tushuntirish ishlarini amalga oshiradi va o'z xatosini tushunib yetish uchun xonada uni 5-10 daqiqa yolg'iz qoldirib ketishadi. AQShda agarda qo'shnilaringiz uyingizda shovqin-suron, yig'i va baland ovozda gapirayotganingizni eshitsa, Child Protective Service xizmatiga, ya'ni bolalarni himoya qilish xizmatiga shikoyat qilib qo'ng'iroq qilishadi. AQShda bitta tamoyil bor. Agarda siz bolaga tazyiq va kuch ishlatilayotganligini ko'radigan bo'lsangiz, politsiya xodimlariga murojaat qilishga majbursiz. Misol uchun, ona farzand to'polon qilganligi uchun birgina shapaloq tushiradi va buni ko'rib qolgan qo'shni politsiyaga xabar beradi. Uyingizga politsiya xodimlari darhol keladi va hamma narsani tekshiradi, o'rganadi va sizga birinchi ogohlantirishni beradi. Agarda holat qaytariladigan bo'lsa, siz onalik huquqidan vaqtinchalik mahrum qilinishingiz mumkin.